Assalomu alaykum hurmatli kanalim a'zolari. Bugun sizlarga duxovkada tabaka tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib tovuqni marinovka qilib olamiz. Tovuqni olib, yaxshilab yuvib tashlaymiz va keraksiz joylarini olib tashlaymiz. Salfetka yordamida quritib olamiz. Idishimizga 150 ml qatiq, 150 ml smetana solib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin 40-50 gram xona haroratida erigan saryoni solamiz. Buni ham yaxshilab aralashtirib bo'lgach, ziravorlarni solamiz. Bizga tuz, zira, murch, koriander, paprika kerak bo'ladi. Keyin 4-5 ta zubchik chesnokni qirg'ichdan chiqarib sovuramiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Endi tovuqni idishga solib, tayyorlagan sousimizni yaxshilab suramiz. Ichlariga ham yaxshilab surib chiqinglar. Tovuqni marinovka qilgandan keyin 4-5 soatga yoki 1 kunga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Tayyor marinovkalangan tovuqimizni folgaga qo'yib, idishda qolgan souslarni ham yaxshilab surib, folgaga o'raymiz. Men yana ustidan ozgina tuz sepib bordim. Folgaga yaxshilab o'rashimiz kerak, bo'lmasa souslari oqib chiqib ketadi. Oldindan qizdirilgan duxovkaga 180 gradusga 1,5 soatga qo'yamiz. 1,5 soatdan keyin tovuqimiz deyarli pishib bo'ladi. Ustiga sousidan quyib, usti chiroyli qizarguncha duxovkaga qo'yamiz. Lekin tovuqni duxovkada ko'p saqlamaymiz, bo'lmasa tovuq quruq bo'lib qoladi. Mana tabakamiz tayyor. Men sousiga oddiy tomat pastasi, ozgina tuz, ko'kat va chesnok ishlatdim. Ko'rib turganingizdek, usti juda ham chiroyli chiqadi va juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Kanalimga a'zo bo'lishni va video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.